Cahil bavriden Açın bir rümka koruverin de. Hadi kamama. Toyda olmazsanız kaça orası bunu? Yıldan beri kıyatırlarına bir abısının yübüylerine kıslı merak açtım. Mikrofon kiradi, atmator. Mikrofon kiradi, kimin yapayım? Ya, bu mikrofon aşk paratı mikrofon geldi. Şu ayda. Yaşlarla şiitip oturuyordu. Ben bilemelerime. Yok.
düşkünen köker güldük Davamına düşkünen köker güldük Gülüm bensiz meydan tapılmaz Aklımın ateşi küydür Aklımın ateşi küydür Haydi ustam tapılmaz Haydi ustam tapılmaz Gönlün misafirdir cesen yurttadır Canım coşkundadır yürektedir Köyüm kamındadır gözüm merttedir Köyüm kamındadır gözüm merttedir Şu şeytandan hiç bilmedim tapılmaz Şeytanlar hiç bilmedim tapınmaz Köyye köyye köze Meşhur bulur yapmadım Yamanı yersin soğuk. Bir gelen olsa. Gerçekten Üniversiteler içinde yürüp fiş getkenler işte. Bu adına mı teşkil etken? O adına... Şunu hoşum geldi değil mi? Cehennemlikler ricaden ol Cehennemlikler ricaden ol Ayağımda görsene ama.
bo'lsa olamay gapir qushno bülbül kabi her shoxiga qulmay gapir qushno bülbül kabi her shoxiga qulmay gapir Münçeler güzelleşti, tüllerde güzelleşti. Garip ekermesli bir dalam sen canım. Garip ekermesli bir dalam sen canım. Bir dalam sen canım, pervanam sen canım. Sen muhabbet bağında bir dalam sen canım. Bir dalam sen canım. Mana shu davramizning aziz mehmonlaridan birisiga tabrik so'zi aytmoq uchun navbatni bermoqchiman. Hozirgina domla aytganlaridek, Ne'mataka elni xizmatidagi san'atkor yigit. Shu bilan birgalikda ijodkor yigit. Ham ijro qilib, ham qo'shiq kuylab beradigan bastakor yigit. U yaratgan qo'shiqlar, musiqa ohanglari bilan hamohang necha muxlislar dilini zabt etmadi deysiz. Bugun hurmat bilan aytish kerakki, Ne'mataka o'zining ijodiy faoliyatida ko'p ajoyib qo'shiqlar yaratgan ajoyib san'atkor. Shu bilan birgalikda aytish kerak, har bir san'atkor ijodiy hamnafas, ijodiy hamkorlik qilmog'i kerak. Mana shu davrada Ne'mataka bilan birgalikda ijodiy hamkorlik qilib kelayotgan ajoyib inson, 100 dan ortiq she'rlari, qo'shiqlari ashula bo'lib kuylamoqda bugungi kunda. Davramizda Ne'matakaning eng sevimli akalaridan birisi shoir Egambergan aka Ismoilov qatnashmoqda. So'z navbati Egam aka sizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Qo'lg'an bo'ldi, hurmatli. Qadrli to'yxona mehmonlari. Mana bugun akamiz Ne'matjonning xonadonida, hurmatli onaxonimiz O'razbeka opamiz xonadonida shunday bir ajoyib kun. Bu qo'sha quvonch. Mana hurmatli O'razbeka momomiz 70 yoshga to'libdilar. Iloyim mana shu momomiz 70 emas 100 yoshga to'lsin. Mana shunday davrada ham, mana shunday ajoyib kunlarda ham mana shu yerda o'tirgan qadrdonlar, aka-ukalarimiz shunday ajoyib kunning mehmoni bo'lish nasib etsin. Yana shunday bugungi kunning sababchilari bo'lgan Jo'rabek bilan Doniyorlar ham uylanish to'ylarida ham, ularning yubli kechalarida ham mana shu yerdagi do'stiyonlar, aka-ukalar o'tirish muyassar qilsin. Ishqilib mana shu do'stimiz Ne'matjonning qapqallari hamisha ana shunday yaxshi kunga buyursin, do'stlar davrasiga buyursin, to'yib tomoshalarga buyursin deymiz. Avvalo mana shu qo'sha quvonch bilan xonadon egalarini chin dildan muborakbod etishga ijozat eting. Endi aziz do'stlar, mana bugun ajoyib kun ekan, mana shu ajoyib kunning sababchisi O'razbeka opamiz Jo'rabek va Doniyorbeklarni muboraklab kichkina bir she'r yozib keldik. Mana shu she'rni o'qib berishga ijozat eting. 70 bahor gulun tergan onaxon, qo'sha farzand ko'rgan onaxon, orzu bilan to'ylar bergan onaxon, nasib qilg'ay 100 yosh bilan 100 yashish. Chevarayu evaralar ko'rgaysiz, keksalikning gashtin ko'p surgaysiz, bu davraga ko'p yarashib turgaysiz.
nasib qilg'ay 100 yosh bilan yuzlashish. 80 yoshda tasa olmang qo'lga hech. Qaq urib kulib yuring ertak hech. Sizga bo'lsin bor quvonch, bor sevinch, nasib qilg'ay 100 yosh bilan yuzlashish. Jo'rabekka kelin olib bergaysiz. Doniyorbekning to'ylarini ham ko'rgaysiz. Murod qilib sog' omon yurgaysiz. Nasib qilg'ay 100 yosh bilan yuzlashish. Ne'matjonning qo'lidan tor tushmagay tori. Qo'sha qarib yonida vafodori. O'razbika mama uyning sardori. Nasib qilg'ay 100 yosh bilan yuzlashish. Qo'sha quvonch bugun, qo'sha to'y bugun. Yuzlarda tabassum, chehralar gulgun. Quyun piyolaga qit'adan shu kun. Nasib qilg'ay 100 yosh bilan yuzlashish. Qana piyolalarga qit'adan quyunlar. E'tiborsiz rahmat. Rahmat degan bergan. Sana boyun